Bo'lish kerak emas, chunki o'zi juda ham qimmat turmaydi bu tilla. Shu nimasiga bir 50 tacha hisobiga 50 ta patal ketar ekan shu bitta kapitalga. Bu taxminan $2 degani. $2 ga bunaqa effekt juda ham chiroyli degani. O'shaning uchun bitta to'rga buklab qo'ydilar, ko'rsizlarmi? Bitta patalni ko'rsating kerak qilib, bitta patalni 16 ga 16 razmer bo'ladi bu. Shuni to'rga buklab turib qilyaptilar. Nimaga to'rga buklab turib qiladilar? Chunki bu fakturani juda ham relyefli bo'lgani uchun, gulli bo'lgani uchun bitta qavat qilib qo'ysalar, shuna yoriladi, tagidagi ichlariga kirmaydi. Mana shu ichlarigacha ham kirish uchun 4 qavat qilib qoqiladi. O'shanda birinchi qavati yopmagan joyga ikkinchi qavati yopmagan joyga uchinchi qavati yetib boradi, kesib urgan paytda. O'sha hisobiga bu yerda ekonom to'sni o'ylamasligimiz kerak. O'zi maksimalizm, bu minimalizm emas. Minimalizmni hech nima ishlatmaymiz, tekis yoritmaymiz. Bu o'zi maksimalizm. Bu yerda ekonom to'simiz